Yurakning bilvosita uqalanishi, massaji. Yurakni bilvosita uqalanishini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar. Ko'krak qafasining oldingi bo'limidagi qovurg'alarning ko'p sonli sinishlari. Yurakning jarohatlanishi, ko'krak qafasining chap tomonidagi chuqur jarohatlar, biologik o'limning yaqqol alomatlari. Bemor qattiq va tekis yuzada yotganda uqalash massaj yaxshi samara beradi. Jabrlanuvchining orqasiga yotqizib, uning chap tomonida turib, boshi orqaga ko'tariladi. Ko'krak suyagining o'rta chizig'i bo'yicha qilichsimon o'simtadan 2 sm yuqoriroqda chap qo'l kaftining asosi, uning ustiga esa o'ng qo'lining kafti qo'yiladi. Bir maromda peshonasimon harakatlar bilan ko'krak qafasi suyagining taxminan 4-5 sm ga tushirib bosing. Ko'krak suyagi birinchi holatiga qaytib, qon otilib chiqishini ta'minlashi lozim. Bosish, qo'yib yuborish siklini soniyada bir necha marta kamroq muddat davom etadi. Har bir 15 sikldan keyin 2 marta sun'iy nafas oldirish amalga oshiriladi. Qutqaruvchining harakati faqat tos va son suyaklari tutashgandan bo'g'inda, tanasi va qo'llari to'g'ri tutilgan holatda bajariladi. Bosish qutqaruvchining og'irlik kuchi bilan amalga oshiriladi. Massaj to'g'ri bajarilayotganini har bir harakatdan keyin uyqu yoki son arteriyasidagi pulsli to'lqin orqali bilish mumkin. Avvalroq kengayib ketgan qorachiqlarning torayishi, yurakning onda-sonda qisqarishlari, palapartish nafas olishning tiklanishi ijobiy belgilar hisoblanadi. Agar yordamni bir necha kishi ko'rsatayotgan bo'lsa, ular ikki tomondan joylashadilar. Ularning biri yurakni 1 daqiqa 60-100 siklni chastota bilan uqalaydi. Ikkinchisi sun'iy nafas oldirishni bajaradi. Bosish qo'yib yuborishning har bir 5 siklida bir marta sun'iy nafas oldiriladi.